Demak, ikkinchi reja nomlanishi va gamologik qatori. Nomlanishida tegishli shu alkanlar nomidan foydalanamiz, radikallardan foydalanamiz, radikallarni o'rnini ko'rsatamiz va shu tarzda nomlaymiz. Gamologik qatorida alkanlar mavzusida aytib o'tdik. Yana bir marta takrorlab o'tamiz. Gamologik qator o'zi nima? Umumiy formulasi bir xil va biri ikkinchisidan metilen gruppasi, ya'ni CH2 ga farq qiladigan qatorni gamologik qator deyiladi. Kelinglar, siklalkanlarni dastlabki 5 ta vakilini yozib ko'rib chiqamiz. Gamologik qatorni yozamiz va undan keyin turli xil vakillarini nomlashni o'rganamiz. Demak, gamologik qator. Siklopropan, siklobutan, siklopentan, siklogeksan, demak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Ana endi buni siklogeptan deb nomlash mumkin. Sababi tarkibidagi uglerodlar soni 7 ta va siklik halqali ko'rinishga ega. Ana endi davomi nomlanishini o'rganib chiqamiz. Alkanlar mavzusida radikallarni sizlarga tanishtirgandim. Demak, alkan tarkibidagi bir atom vodorodni chiqib ketishi natijasida radikal hosil bo'ladi. Masalan, metan mana CH4 bo'ladigan bo'lsa, bundan bitta vodorodni chiqarib yuborganimizda CH3 hosil bo'ladi. Bu metil radikali deb nomlanadi. Kelinglar, nomlashni ko'rib chiqamiz. Demak, nomlash. Har bir uglerodni ko'rsatgan holatda mana bunday qilamiz. Mana radikal CH3. Bu metil radikali. Ana endi moddamiz tarkibidagi har bir uglerodning valentligini 4 holatiga keltiramiz. Bunga nechta vodorod kerak? 1, 2, 3. Demak, bir dona vodorod kerak. Xohlasangiz mana bu yerga yozishingiz ham mumkin. Mana bu ikki, bunga 2 ta, bunga esa 2 ta. Bu radikalning nomi nima? Metil. Demak, metil siklopropan tarzida nomlanadi. Qaytaramiz. Metil siklopropan. Bu yerga qo'ysaychi, unda ham uchala qaysi holatga qo'ysangiz ham mana shu modda metil siklopropanligicha qolaveradi. Ana endi ikkinchisi. Keling yana siklopropanga ko'rib chiqamiz. S2H5. Bunga bitta vodorod, bu ikkalasiga esa 2 ta. Bu radikalning nomi nima? Etil radikali. Siklalkanimiz 3 ta ugleroddan iborat demak. Bu etil siklopropan. Bu yerga propil radikalini qo'ysak nima bo'ladi? Propil siklopropan. Balki izopropil holatiga keltirish ham mumkin. Mana shu narsani izomeriya degan rejada ko'rib chiqamiz. Ana endi keyingi moddaga o'tamiz. Keling, siklopropandan siklobutanga o'tamiz. Mana bu yerga qo'ydik. CH3. Demak, bu metil siklobutan bo'ladi. Hozircha vodorodlarni yozmadim. Endi mana bunday savol tug'ilishi mumkin. Mana bu yerga ham qo'ysak nima bo'ladi? Mana 2 ta bo'lib qoldi. Vodorodlar bunga bitta, bularga esa 2 tadan qo'yib to'yintirib olish mumkin. Lekin biz nomlarni turlicha qilish uchun hozircha to'yintirmay turamiz. 1, 2 yoki 1, 2 tarzda nomlasak ham bo'ladi. Nomi 1, 2 dimetil siklobutan. To'ppa-to'g'ri. 1, 2 dimetil siklobutan. Mana bunday bo'lsa-chi? Ana bundachi? Xo'p, radikal ko'p ugleroddan raqamlash boshlanadi. Bu tomondan 1 deyish mumkin emas. Mana bundan boshlaymiz. 1, 2, 3, 4 tarzda raqamlanadi. Nomini qarang. 1, 2 deb keta olmaymiz. Chunki birinchi uglerodimizda 2 ta radikal bor. Mana, e'tibor bering. Mana. 1 ni 2 marta takror aytamiz. 1, 2. Qaytaraman. 1, 2, 3 metil siklobutan tarzida nomlanadi. 1, 2,
3 metil, ya'ni 3 ta metili bor siklobutan degan nom beriladi. Ana endi bularni to'yintirib qo'yishimiz mumkin. Ana shunday. Yana boshqa modda ko'rib chiqamiz. 4-modda. Keling siklobutandan uzoqlashmay turamiz. Mana asosiy siklni halqani yozib oldim. Ana endi bunga radikallarni bog'lab chiqishimiz mumkin. Qaysi radikalni bog'laymiz? Mana bu yerga etil bog'laylik-chi. Mana bu yerga esa bu qaysi radikal? Fikrlab ko'ring. To'yintirib qo'yamiz, ya'ni to'rvalentli holatga olib kelamiz. Bizda ikkita radikal bo'ldi. Mana bu yerda radikal va mana bu yerda radikal. Raqamlash qaysi tomondan boshlanadi? Radikallar tomonidan, etildanmi yo bunisidanmi? Bunisi deyapman, nomini aytmadim. Qani siz harakat qilib ko'ring. Bu qaysi radikal? 3 ta uglerodi bor. Propil degan bo'lsangiz agar adashdingiz, chunki bu o'rtasidagi ugleroddan bog'lanyapti. Demak, buni nomi izopropil tarzida nomlanadi. Izopropil. Bu esa etil. Uglerodi ko'p tomondan raqamlanadi. Ya'ni 1, 2, 3, 4. Nomi 1 izopropil, 2 yo 3, 1 3 bo'ldi. 1 izopropil, 3 etil siklobutan tarzida nomlanadi. Mana shunday. Yana bitta vakil ko'raylikchi. Keling endi asosiy sikldagi uglerodlar sonini 5 taga ko'taramiz. Mana. Xohlagan joyimizga radikalni qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerga metil qo'ydim. Mana bu yerga etil qo'ydim. Bu yerga ham etil qo'ydim. Ana 3 ta radikal. Halqadagi uglerodlarni 4 valentli holatga keltiramiz. Bularga esa 2 tadan. Mana shunday. Mustaqil harakat qilib ko'ring, qaysidan raqamlaymiz? Metildanmi, o'rtadagi etildanmi, bundanmi? Mana shundan boshlaymiz. Demak, 1, 2, 3, 4, 5 halqani raqamlab oldik. Endi radikallar mana etil, etil, metil. Nomi nima bo'ladi? 1, 2. Bu ikkalasi bir xil radikal. Shunda to'xtaymiz. 1, 2 dietil, 3 metil siklopentan tarzida nomlanadi. 1, 2 dietil, 3 metil siklopentan tarzida nomlanadi. Hurmatli o'quvchi, nomlanishini mustaqil o'rganasiz va bu bilimni yana ham chuqurlashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz siz bilan mana 5 ta modda ko'rdik. Yana mustaqil ravishda 10 yoki 15 ta moddani yozib, turli xil radikallardan foydalanib, ularni nomlang va mustaqil mashq qiling. Shunda bunga oid bilimlaringiz yana ham rivojlanadi. Sog' bo'ling.